berishni yana boshladi depozitsiz. Mana bugun 441 da kelgan. Именно sizning referallaringiz uchun deb yozilgan. Mana ko'proq referal $300 mana depozit qilmasdan. Mana possibility to withdraw profits anytime. Любой vaqtda qirilgan foydangizni $300 dan chiqarib olsangiz bo'ladi. Bu endi boshlaydiganlar uchun juda ham yaxshi foyda qo'llab qolish kerak. Shuning uchun описаниедagi bo'lgan именно ссылкаdan registratsiya o'tishlaringizni so'rab qolaman. Lekin undan oldin bu yerda shunaqa narsa borki, agar yaxshilab tushunasiz shu narsani, men tinglasangiz, haftasiga $2000, bu oyiga 10,000 bo'lishi mumkin. Pul uncha расход qilmay ishlab olasiz. Trading uncha qiyin narsa emas. Просто nimaga именно XM broker, XNS emas, boshqa brokerlarni ham ishlatib ko'rganman. Nimaga именно XM ligini tushuntirib o'taman. Agar bu yerda XM ga kirsak, XM competition degan joyim bor. Mana competitions. Bu yerda именно sizga demo shot beriladi. $1000 beriladi demo shot. Demo shotni top 100 taga olib chiqsangiz, siz 2000, 1500 har hafta yutib olish huquqiga ega bo'lasiz. Mana shu yerga bosdik, kirib oldik. Endi bu yerda upcoming degan joyi bor. Kelayotgan degani. Bu hafta bo'ladi. 7 kun davom etadi. 5 kun o'zi savdo kuni dushanbadan jumagacha. Shunga registratsiyadan o'tamiz mana. Start competing degan joyi bor. Registratsiyadan o'tamiz. Buni bosasiz, uni qiyin joyi yo'q. Parol qo'yasiz. Bu yerda eng qiziq joyi $25,000 har hafta o'ynanishi. Mana price pool degan joyi bor. Birinchi o'rin 2000, ikkinchi o'rin 1500, uchinchi o'rin $1250 oladi. Bu yerda registratsiyadan o'tish uchun qanday именно shu joyi ochilish uchun hozir YouTubedan ko'rsatib o'taman. Bu yerda ham registratsiyadan o'tsak bo'ladi mana. Ссылкасini bosib, kommentariyada ham mana bu yerda qo'yaman. Bunga bitta bossangiz bo'ldi. Birinchisi, получите свой бонус debdi. O'qib chiqish lazım ekan. O'qib chiqmasa lazım mayli. Начать торговля degan joyga bosamiz mana yuqoriga. Bu usti bu yerda O'zbekistonni tanlaymiz. Bu yerda pochtamizni kiritishimiz kerak. Pochtamizni kirgizamiz. Bu yerda parol o'ylab topishimiz kerak. Parol o'ylab topamiz. Bu yerdan ham ptichkani bosib registratsiyani o'tamiz. Endi esa elektron pochtangizga SMS yuboradi. Shu pochtaga kelgan xabardan hozir ko'rsatib o'taman. Mana подтвердить adres elektron pochtaga bosamiz. Подтвердить qildik. Подтвердить qilgandan keyin yana chatga подтвердить свой счет. Подтвердitni bosamiz yana bir bor. Bu yerdan nomerimizni yozamiz. Önümüzde SMS keladi. SMS kirgizganimizdan keyin ismimizni yozishimiz kerak. Masalan, Shop. Bu ochsamiz kiritmasa ham bo'ladi. Familiyamizni yozamiz masalan. Medif bo'lsa. Tug'ilgan sanamizni yozishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 07 birinchi yil yozish kerak ekan. Masalan, 2005 07. Keyin adresni yozamiz. Shahar, улица, почтовый indeks masalan 140100. Bu Samarqand shaharniki. Shuna qilib o'tamiz registratsiyadan. Registratsiyadan o'tgandan keyin shot ochishni tushuntirib o'taman. Sizni o'tib oldik. XM ni yuklab oldik. MetaTrader 5 yoki MetaTrader 4 ni tanlashimizga to'g'ri kerak bo'ladi. O'zim tavsiya beraman MetaTrader 5 ni, chunki ancha osonroq. Mana yopilmagan, ochilmagan zelkalarimiz bor bu yerda. Shuning uchun kirib oldik. Bu yerdan keyin pasport подтверждение o'tishimiz kerak. Yon shotimizni подтвердить qilish uchun подтвердить shot degan joyni bosamiz. Разрешить qilamiz. Обязательно informatsiya degan joyga подтвердить ni bosamiz. Birinchi bajarildi. Endi ikkinchisiga o'tib загрузка документов degan joyga bosamiz. Bu yerda dokumenты не загружены hali o'tmagan deyapti. Pastga tushamiz. Начать verifikatsiyani bosamiz. Verifikatsiyaga bosganimizdan so'ng начать проверкаga bosamiz. Pasport degan joyga bosib olib, eski pasport bo'lsa, oldini rasmga olamiz. Oldin rasmga olgandan so'ng bizni
yuzimizni Face ID'dan o'tkazishni so'rab o'tadi. Shotni qanday ulaymiz? Masalan, endi masalan biz shot ochdik, bizda 0 ko'rinadi, shu uchun ulab olishni ko'rsataman. My shot degan joyga bosamiz. Bu yerda pastida server degan narsani mana kopировать qilib olamiz. MetaTrader 5 ga kiramiz. Pastda настройки degan joy bor. Настройкиga bosamiz. Pluschani bosib, bu yerda shu kopировать qilgan narsamizni shunday qo'yamiz. Tamam. Bu yerda logins. Loginni ham xuddi shu yerdan bosib olamiz. Mana nomer shoti. Boshda yozgan parolingizni kirgizamiz. Yozib kirgizamiz, keyin bossak kiradi. Hisob to'ldirish uchun yana XM ga qaytamiz. Пополнить счет degan joy bor. Mana пополнить счет. Bu yerda Visa karta, Uzcard, Humo. O'zim tavsiya qilaman Visadan to'ldirishni, agar Humoda bo'lsa undan ham yaxshi. Visada chunki eng minimalni boshiga menimcha $5 edi. Hozir minimalni $15 bo'lgan. $15 kirgizamiz. Bu yerda подтвердить. Bu yerda karta raqamini yozasiz. Hamda qachongacha amal qiladi и CV kodini. Keyin kimga karta tegishli yozib bo'lgandan keyin pay qilamiz. 2 minut 1 minut ichida tashlab beradi. Agar tushunchangiz uncha yaxshi bo'lmasa, qanday qilib lot ochish hech nima tushunmasangiz, bu yerda signallar bor. Masalan, USD degani bu gold. Bu yerda poistchadan gold bo'lsa gold chiqadi. Ba'zilarga USD deb bo'lsa USD bo'lib chiqadi. Mana menda gold bo'lib turibdi. Bu Telegram kanallar bor. Masalan, aytadi, hozir sotib oling deydi. Buy deganini sotib olasiz. Minimalni mana bu yerda 001 lot ochsa bo'ladi. Hozir yakshanba kun bo'lgani uchun ishlamayapti bozor. Bu yerda 001 lotdan ochiladi. Eng minimalni risk uchun. Agar ozgina katta lot ochsangiz, mana agar pastga ketsa siz foydada bo'lasiz.